iflosligini ko'ryapti dunyo, qirg'izligini ko'ryapti dunyo, nafrat qilyapti sanadan bu dunyo, kimligini ko'ryapti dunyo, iflosligini ko'ryapti dunyo, qirg'izligini ko'ryapti dunyo, nafrat qilyapti sanadan bu dunyo. Butun o'zbek xalqi norozi sanadan, joy tayyor o'sha sallaga do'zaxdan, musulmon bo'lib shaytonga sig'in bo'lsin, musulmon bo'lib turib xudodan qo'rqmasin, o'zingni qirg'iz deb gerdayib baqirasan, iflosligini dunyoga ko'rsatasan. Hozir kulasan lekin yig'laysan, ertaga javob berasan to'kilgan qo'liga. Ichdaman Tashkentga o'zbekman, qirg'izga qarshi kuch topaman, o'lsam agar do'zaxga borib o'zim sallani ollovda yoqaman. Kechir xudo bu so'zlarimga, lekin nafrat yonbotdi ichimdan. Begunoh go'daylar, begunoh ayollar o'lib ketdi ifloslarning qo'lidan. Kimligini ko'ryapti dunyo, iflosligini ko'ryapti dunyo, qirg'izligini ko'ryapti dunyo, nafrat qilyapti sanadan bu dunyo, kimligini ko'ryapti dunyo, iflosligini ko'ryapti dunyo, qirg'izligini ko'ryapti dunyo, nafrat qilyapti sanadan bu dunyo. O'zbeklar sart bo'lsa san iflossan, iflosligini dunyoga ko'rsatvosan, qo'lingga qurol bilan qurolsizga o'tasan, yosh qizlarning nomusini bulg'aysan. 5 yashar qizaloq o'q yedi bo'ynidan, hech narsa ko'rmagan hali bu dunyodan, tosh yuraging sezmadi hech narsani, o'ldirib tili ochilmagan qizchani. O'zbekistonda qirg'izlar ko'p, ularga qarshi bizada so'z yo'q, bizada yurak bor, sallada yo'q. Odam degan nomga sallani yaqining yo'q, kuching bor ekan o'ldirishga odamlarni, lekin kuching yo'q boqishga oilani. Qanaqa erkaksan foydang demasa, uyda bolalaring qorni och o'tirsa, kimligini ko'ryapti dunyo, iflosligini ko'ryapti dunyo, qirg'izligini ko'ryapti dunyo, nafrat qilyapti sanadan bu dunyo, kimligini ko'ryapti dunyo, iflosligini ko'ryapti dunyo, qirg'izligini ko'ryapti dunyo, nafrat qilyapti sanadan bu dunyo. Bakiyev oilasi uyushtirdi fojiani, даже prezidentdan oldi bu narsani. Natsist qirg'izlarga foydali payt, o'ldirib o'zbeklarni qilishadi kayf. Sababsiz nafrat ko'zlaringga ko'rinmayapti, yoki tuppoy kallang ishlamyapti. To'polon orqasida bitta maqsad, qora biznes qilishga Bakiyevga fursat. Hamad Maradonani kayfi baland, nasha chaqirgan yoki aro ichirgan, sabrajat qilmayapti, nima bo'lyapti, qo'lida qurol bilan o'zbeklarni o'ldiryapti. Kim qaysi natsiya, menga farqi yo'q edi. Hozir qirg'izlardan asabim o'ylaydi, qarg'ish tilayman sallani xalqingga, xudo kechirmasin qilgan ishlaringga. Kimligini ko'ryapti dunyo, iflosligini ko'ryapti dunyo, qirg'izligini ko'ryapti dunyo, nafrat qilyapti sanadan bu dunyo, kimligini ko'ryapti dunyo, iflosligini